Assalomu alaykum barchaga. Bugungi ona tili kursimizning navbatdagi a, video darsiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ot so'z turkumi haqida gaplashamiz. Bugun unchalik ot so'z turkumining ichigacha kirib, u detallarigacha o'rganmaymiz. Shunchaki ot so'z turkumi nima va otning ma'no turlarini o'rganamiz. Va keyingi darslarda otning yanayam otni detallarigacha ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ot so'z turkumi nima? Ot bu predmet, shaxs, jonivor, joy, hodisa yoki tushuncha nomini bildiradigan so'z turkumidir. U kim yoki nima so'roqlariga javob bo'ladi. Masalan, har qanaqa narsa, shaxs, buyum, barcha, ya'ni biror narsa kim yoki nima so'rog'iga javob bo'la oladimi? Demak, u ot so'z turkumi. Masalan, a, sichqoncha deydigan bo'lsak, kompyuterni sichqonchasi deydigan bo'lsak, sichqoncha desak, unga savol beramiz, nima? Demak, sichqoncha so'zi ham ot so'z turkumiga kiradi. Endi sariq deydigan bo'lsak-chi, sariq nima deb savol bera olamizmi? Yo'q. Shuning uchun ham sariq so'zi ot so'z turkumiga kirmaydi. U sifat so'z turkumiga kiradi. Biz siz bilan sifat so'z turkumini keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Endi otning ma'no turlari. Otning ikkitagina ma'no turi bor. Atoqli ot, turdosh ot. Atoqli otdan boshlaymiz. Atoqli ot bu biror shaxs, joy, tashkilot, asar yoki noyob predmetning aniq nomini bildiradigan ot turi. Masalan, shaxs nomlaridan Alisher, Dilnoza, Ulug'bek aniq. Masalan, odam desak, u aniq bo'lmaydi. Mana shu yerda men belgilab qo'ymoqchiman. Aniq nomini bilish kerak. Aniq nomini. Masalan, Ulug'bek desak, bir qancha odamlarning ichidan Ulug'bek desak, aniq qilib aytilyapti. Qaysi odam? Ulug'bek. Aniq. Yoki masalan, geografik nomlardan O'zbekiston, Samarqand, Zarafshon yoki tashkilot nomlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Oliy Majlis, asar nomlari O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon. Ya'ni shu barcha nomlar, ya'ni barcha o'sha shaxsni, joyni, tashkilotni, asarga yoki noyob predmetga atab qo'yilgan nomlar atoqli otlar deyiladi. Ya'ni o'sha biror narsaga atab qo'yilgan bo'lishi kerak. Biror narsaga atab qo'yilgan nomlar, otlar shu ot so'z turkumiga kiradi va ular atoqli otlar deyiladi. Keyingi ma'no turimiz turdosh otlar. Turdosh ot bu bir turga mansub bo'lgan shaxs, predmet, joy yoki hodisaning umumiy nomini bildiradigan ot turi. Atoqli otdan turdosh otni farqlab turadigan narsa bu atoqli ot narsa, buyum, shaxsning aniq nomini bildirsa, turdosh ot o'sha narsa, buyum, shaxsning umumiy nomini bildiradi. Va turdosh otlar 4 turga bo'linadi o'z ichida: shaxs oti, narsa oti, o'rin-joy oti, faoliyat, jarayon oti. Ko'pchilik insonlar ot so'z turkumining ma'no turi nechta deydigan bo'lsa 4 ta deb yuborishadi. Mana turdosh otni ma'no turini aytib yuborishadi-da. Yo'q, otning ma'no turi ikkita. Atoqli ot, turdosh ot. Turdosh ot ham o'z ichida 4 ga bo'linadi. Birinchi bo'lib shaxs otidan boshlaymiz. Shaxs oti deganda ko'pchilik tushunadi, insonning ismi kiradi shaxs otiga deydi. Yo'q. Insonning ismi, narsa, buyum, hayvonning, joyning ismlari barchasi atoqli otga kiradi. Endi shaxs otiga ismlar kirmasa nima kirishi mumkin deydigan bo'lsak, o'sha masalan, o'qituvchi desam, ko'z oldingizga kim keladi? Odam keladi, to'g'ri? Biron bir hayvon yoki narsa, buyum kelmaydi. O'sha o'qituvchi yoki sizga shifokor, dehqon desam, ko'z oldingizga faqatgina inson keladi. Ya'ni o'sha so'zni aytilganda ko'z oldingizga inson kela olsa, u shaxs oti hisoblanadi. Endi keyingisi narsa oti. Narsa oti shaxsdan tashqari bo'lgan predmet, buyum, o'simlik, hayvon yoki boshqa moddiy narsalarni bildiradigan umumiy ot turi. Masalan, kitob, daftar, telefon, stol, o'sha dunyodagi jamiki barcha narsa, buyumni bildirgan otlar turdosh ot hisoblanadi va turdosh otning narsa oti ma'no turiga kiradi. Endi keyingisi o'rin-joy oti.
O'rin-joy oti joy, hudud, makon yoki manzil nomini bildiradigan ot turi. Masalan, maktab, shahar, qishloq, bog', ko'cha. Masalan, aytaylik, afsonalar vodiysi deydigan bo'lsak, afsonalar vodiysi o'rin-joy otiga kirmaydi. Bilamiz, afsonalar vodiysi bog', to'g'rimi? Namanganda bog' hisoblanadi. U Namangan viloyatida bog'. Endi u afsonalar vodiysi turdosh ot emas. U endi turdosh ot emas, u atoqli ot hisoblanadi. Mana bu turdosh otga nima kiradi? Turdosh otning o'rin-joy otiga o'sha mana bunaqa aniq bo'lmagan, umumiy qarab olinadigan otlar o'rin-joy otiga kiradi. Maktab, qaysi maktabligini bilmaysiz. Shahar desak, qaysi shaharligini bilmaysiz. Qishloq desak, qaysi qishloqligini bilmaysiz. U umumiy olib qaralgandagi otlar o'rin-joy oti bo'ladi. Ya'ni umumiy turdosh ot bu umumiy olib qaralgandagi otlar. Aniq bo'lmaydi. Turdosh otlar hech qachon aniq narsani ko'rsatmaydi. Atoqli ot aniq ko'rsatadi. Keyingisi faoliyat jarayon oti. Faoliyat jarayon oti harakat, ish harakat yoki jarayon nomini bildiradigan ot turi. Ya'ni, masalan, bitta misol keltiraman, o'qituvchilik. Siz o'qituvchilik desam, o'qituvchilikni ushlay olasizmi? Ko'ra olasizmi? Siz o'qituvchini ko'ra olishingiz mumkin, ushlay olishingiz mumkin, lekin o'qituvchilikni ushlab ko'ra olmaysiz. Yoki bo'lmasam terim desam, siz terimni ushlab ko'ra olasizmi? Yo'q. Nima sababdan o'qituvchilik, terim, chopiq, dehqonchilik bular faoliyat jarayon oti hisoblanadi? Chunki ularni ichida ish harakat, ular o'z ichida ish harakatni qamrab olgan bo'ladi. Terim desa ko'z oldingizga terayotgan, ya'ni paxtani terayotgan insonlar ko'z oldingizga keladi, to'g'rimi? Chopiq desam, yerni chopayotgan insonlar ko'z oldingizga keladi. Ular nima qilishyapti? Ish qilishyapti, harakat qilishyapti. Shuning uchun ham ular faoliyat jarayon otiga kiradi. Va faoliyat jarayon otining asosiy qo'shimchasi bu chilik bo'ladi. Chilik, ya'ni paxta, masalan, aytaylik, yana qanaqa bo'lishi mumkin? Bog'bonchilik deydigan bo'lsak, bog'bonchilik deydigan bo'lsak, bu ham faoliyat jarayoni. Bog'bon desak, shunchaki shaxs oti bo'lib qoladi. Unga chilikni qo'shgan edik, faoliyat jarayoni oti bo'lib qoladi. Asosan faoliyat jarayoni otini qo'shimchasi chilik, lekin mana bu terim, chopiq kabi ba'zi bir mustasno holatlar bor. Shunaqa paytlarda chilikni uchratilmaydi. Chilik emas, lik. Kechirasizlar, adashib ketdim. Mana bu yerda qo'shimcha lik. Mana bu yerda chilik. Lik va chilik ikkalasi ham faoliyat jarayoni otini qo'shimchasi hisoblanadi. Endi keyingisi, otlar 5 ta sezgi a'zosi bilinishi yoki bilinmasligiga ko'ra ikki turli bo'ladi. Bizda 5 ta sezgi a'zoyimiz bor. Ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, teri orqali sezish, ya'ni ushlab ko'rish. Mana shu 5 ta sezgi a'zosi orqali siz biron narsani bila olsangiz, u aniq ot, bila olmasangiz u mavhum otga ichkariroq, ya'ni detalligicha ko'rib chiqamiz. Aniq ot nima? Aniq otlar sezgi a'zolari orqali idrok qilinadigan otlar. Aniq ot bu siz o'sha ushlab ko'ra oladigan, hidlay oladigan, ko'ra oladigan otlar, bular aniq otlar. Masalan, ruchka, gul, quloqchin, daftar, ruchka bularni barchasini biz ushlab ko'ra olamiz, to'g'rimi? Shuning uchun ular barchasi aniq ot hisoblanadi. Bitta shunchaki oddiy qoida, siz ushlay oladigan narsa aniq ot hisoblanadi. Mavhumotchi, otlar ong yordamida idrok qilinadigan tushunchalar. Ya'ni siz ularni ko'ra olmaysiz, ushlay olmaysiz, faqatgina siz ularni his qila olasiz, xolos. Va ularga xususiyat, munosabat, faoliyat jarayon, kasb-kor otlari kiradi. Ya'ni faoliyat jarayon otlari, o'qituvchilik, dehqonchilik, terim, chopiq bular ham mavhum otlar hisoblanadi. Chunki biz ularni ushlay olmaymiz, ko'ra olmaymiz. Yoki bo'lmasam shodlik, quvonch, baxt, to'g'rimi? Bular o'sha bularni biz faqat his qila olamiz, xolos. Biz masalan shodlikni ushlay olmaymiz, ko'ra olmaymiz. Biz faqat ularni his qila olamiz, xolos. Ya'ni ong yordamida idrok qilinadigan tushunchalar mavhum otlar hisoblanadi. Bugungi darsimiz biroz qisqaroq edi. Qisqa bo'lishiga qaramasdan birozgina ma'lumot oldingiz degan umiddaman. Sizga bugungi darsimiz foydali bo'ldi deb o'ylayman.
Yanayam ko'proq shunday kontentlar qilishimni xohlasangiz layk bosishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha.